Bu hech qanaqa ibratli video emas yoki vayn emas. Kecha hayotimda bitta voqea bo'ldi. To'satda ayolim mazasi bo'lmay qoldi. Yugurib chiqdim kattayim bilan oldilariga. Keliningiz mazasi bo'lmayapti. Skoriy chaqiraylik desam, chaqirib bolam tezroq chaqir dedilar. Skoriy yetib kelgungacha bo'lgan holat o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Shu darajada ahvol og'ir bo'lib qoldiki, qo'rqib ketdi. Juda bir yomon ahvolga tushib qoldi. Skoriy yetib keldi. Ayolimni ko'tardimda, Skoriyning mashinasiga olib chiqdim. Politsiyaga yetib borganimizdan keyin doktorlar, siz tashqarida bo'lib turibmiz, o'zimiz ayolingizga qaraymiz deyishdi. Birinchi hayolimga kelgan narsa, uchta farzandim bor. Onasiga hozir nimadir bo'lib qolsa, bolalarimga nima deb javob beraman deyapman-da. Otasiga, onasiga, aka-ukasiga nima deb javob beraman deyapman. Nimaga? Oppa-sopa aytib olganman, nima deyman deb qo'rqdim. Hayotim davomida ayol kishi uchun yig'lagan inson emasman. Adasi ham yangi chiqibdi, olib bering desa, onasi keyinroq olaylik, narx tushib qolar, keyin qilib berarman degan narsani ichingizdan o'tgani uchun ham ko'zingizdan yosh chiqar ekanda. Doktorlar chiqishdi, ayolingiz asablari juda bir tarang bo'lib qolgan ekan dedi. Uyda lechini qildirsam bo'ladimi deb so'rasam, bo'ladi dedi. Bizani uyda lechini oldirishga, qarashga sharoit yo'q. O'shanga qaynonam bilan chaqirdim. Qaynonam bilan kerak bo'lsa, onamni bitta gap. Iltimos dedim. Uyda lechini qildirib turaylik, hali menga ayolim kerak desa, bolam keling yuring lechini qildiramiz deb mendan oldin doktorlarni chaqirtirib uyligiga lechini qildirishdi. Hozir xudo xolasa ayolimga bir kichkina arzimas sovg'am bor. O'shani sizlarning guvohligingizda hozir beraman. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, oxirida insoniy ikki og'iz gapim bor sizga. Guvoh bo'lib tursangiz sovg'ani beraman. Onasi, senga bitta arzimas sovg'am bor. Mana ol. Och. Ol. Qo'lingga taq. Bugun endi bu. Qalay? Mana senga bir arzimas bo'lsa ham sovg'am. Sen xohlagan o'sha iPhone 17 Pro Max ani aranjment setni olganini so'radi. Ha, qo'yib tur buni, och. Senga mana shu. Ha, tort. Ha, oyisi qilsan bo'ladi, bolajonlar. Bunaqasi tushar hozir. Hop, aqlamiz och, anton och, anton. Och. Mana xudo qami? Ha. Shular, go'shtlaringiz ishlatilgan xudo xolasa. Navcha ko'p bu adasi. Nima ko'p bo'lib, ikki gapim. Mana hech nimam yo'q edi. Tanlagansan. Mana qara. Meni yo'ligimni olib nima deding? Yig'lamay bo'ldi. Hamma narsam bor edi ham oldimda bo'lgan. Tushundingmi? Tushundingmi? Men qo'rqib ketdim. Men rostdan aytayapman, men bunaqa ahvolga tushmaganman. Baxtimga sog' bo'lgan 18-yilda men umra safariga ketyapman. Keyin safar sen bilan birga borishni nasib qilsin. Mana boshqalarni qo'rqitma. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, mazasi bo'lmay, bir betob bo'lib qolsa, yo'qotib qo'yamanmi? Hozir nimadir bo'lib qolsa-chi ayolimga degan paytingiz, ayolingiz qadri bilinar ekanda. Mana men sizga oyna bo'ldim. Borda qadriga yeting deganim, telefon bering, sovg'a bering deganim emas. Shirin gap bilan bo'lsa ham, ayolingizni borda qadriga yeting.